Assalomu alaykum yurtdoshlar, obunachilar. Mana bu joyda o'zimizdan ko'kida 0, mallasidan faza kelyapti. Mana faza ham kelib turibdi. Bu yerda magnitli pускatelimiz, kontaktorimiz hozir ishlash jarayon A0 ga A1 ga ulangan. Mana ko'ki, mallasi A2 ga ulangan. Mana uchini archib taxlab qo'yganman. Ishlash nimasi. Mana ishlayapti. Bunda hozir knopkani endi yig'ib hozir jarayonni ko'rsataman. Knopkasini ham o'rnatib bo'ldik. Endi bizda buni ikkita yashil bo'lib qoldi, qizil stop. Qizil rangsi yo'q bo'lganligi uchun ikkita yashil qo'yib yubordik. Buni ishlatib ko'rsataman. Ishladi, ovoz borayotgan bo'lsa e'tibor qilsangiz. Mana o'chdi. Mana bunda ishladi. Bunda o'chdi. Qarang, shunda 0 mana ko'k A1 ga boradi. Fazasi stop yopiq knopkasiga boradi. Yopiq knopkadan chiqib, buni ochiq knopkasiga boradi, stop knopkani. Ochiq knopkasidan уже mana bu bitta перемычка ketgan bu yoqqa, yana bittasiga 13NO normalniy open degani. Ochiq kontak. Buni mana bu tomonidan уже A2 dan перемычка bo'lyapti. Mana 14NO normalniy ochiq kontak.